mahirlarimiz elib berilish oldida turibdi. Albatta, bu bosqichda mahirlarimiz o'z guruhida 2 dan bo'lib, o'ziga taalluq bo'lgan shu bir o'ringa erishish uchun tirishchanlik ko'rsatdi. Albatta, bizning 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasining ustozlar qo'shini bo'lsa, intayin qaltis bo'lgan ustozlarimizdan tarkib topgan bo'lib, ular bo'lsa, Abdullah saknasining yetakchi ustozi Abdullah Abdurim ustoz, Al Ray guruhining yetakchi ustozi Dilshod Raydin ustoz, Sanubar saknasining yetakchi ustozi Sanubar Tursun ustoz, Nur saknasining yetakchi ustozi Nurnisa Abbas ustoz. Albatta, bu bosqichimizning yana bir alohidaligi bor. Ya'ni har bir ustozning bir guruhdagi mahirlarning hammasini shallab o'tish yoki bo'lmasa shu bir guruhdagi 2 mahirning hammasini tanlab olish huquqi bo'ladi. Albatta, programmamiz tajidorligidagi Xinjiang Abida Biopan Texnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizda Xinjiang mikro mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati strategik hamkorlashgan. Bu programmamizga Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati yaqinda yordamlashgan. Bu programmamiz bilan Xinjiang Oltin Gavhar xalqaro savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan. Albatta, 3-qarorlik Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamra yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, buvoqlar quvvat bo'lmaqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamra xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Çağ sağlamlaştırış ve perbiş qilish sohasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanqonchilik sohasida aqli iqtidorli yanqonlarni bozorga solayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanqonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Safiya Najva Almas To'y qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, bugun diqqatimizni bo'ladigan Sanubar saknasi. Qadrli ko'rmanlar, Sanubar saknasining sinoq bosqichi hozir boshlandi. Endi saknamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Muhammad Tursun Matsilim bilan Dilnur Jilil. Mahirlarimizdan Muhammad Tursun bilan Dilnur. Men shu guruhga tanlangandan keyin ustoz meningki shu xalq naqshlarini aytish alohidligimga asosan menga marhum kompozitor Tursun Qodirningki ijodiyatlaridan o'z yarim suyumlikdir degan naqshini menga taqsim qildi. Men shu naqsh taqsim bo'lgandan keyin ustozningki yaxshi yetaklashi bilan naqshidagi hissiyotni qandoq berish, naqshini qandoq aytish, shu jihatlarda nurg'unlagan bilimlarni oldim. Mahirimiz Dilnur asosan mening ijodiyatlarim ham men o'rilgan naqshlarni ko'proq o'rinlaydi ekan. Biz Urumchi ekilish jarayonida muallim repetitsiya o'rlashtirdik. Bu jarayonda muallim o'zining eng yaxshi ijodiyatlaridan Va'dam bilan nomli naqshini menga berdi. Biz hozir sahnaga chiqish oldi turyapmiz. Muhammad Tursun aka, sizmi g'ayrat qilam, menmi kuchimni yetishda g'ayrat qilay. Dilnurmi ovozi shundoq yiqimliq, pishqon, shundoq naqshchi. Bu singlimningmi shu faoliyatda yaxshi natijalarga erishishini umid qilaman. Bu ikki mahirimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Şiirimni suya
Kürer bulsam Mecnun'un küzü buldum Leylini süyer bulsam Mecnun'un küzü buldum Mecnun'un küzü buldum Şiirini süyer bulsam Ferhat'ın küzü buldum Ferhat'ın küzü buldum Kim Leyli Fırat'da Mecnun'dek güyeleydu Kim Leyli Fırat'da Mecnun'dek güyeleydu Kimden kaldı Zuhrani Tahir'dek süyeleydu Tahir'dek süyeleydu Kimden kaldı Zuhrani Tahir'dek süyeleydu Tahir'dek süyeleydu Öz yarim suyumdur şirin Leyli Zuhrabim Öz yarim suyumdur şirin Leyli Zuhrabim Özlem arminim yoktur Yar iştida bu dünyadın Yar iştida bu dünyadın Özlem arminim yoktur Yar iştida bu dünyadın Yar iştida bu dünyadın Ah diken gür gür küyedur Kötken geçer yok Ah diken gür gür küyedur Kötken geçer yok Ded varey otta kedo Ded yok neyim kar yok Ded varey otta kedo
Mana bu grupdagi makirlarimizning bu naqshlarini anglab oldik. Muhammad Tursun apandining o'rinlagan naqshi bo'lsa, ustoz san'atkorimiz Abdukim Ro'zi apandining o'rinlagan o'z yarim suyimlik to'r nomli naqsha shunday qo'yib. Buni teksti bilan muzikasining ijodiyatchilari. Bu naqshiningki muzikasini Qashqar viloyatlik san'at o'migining talantli kompozitori Tursun Qodir akamiz, marhum akamiz ijod qilgan. Buning tekstini shu Qashqar viloyatlik o'makda ishlab, keyin Abdum rayonlik opera o'makka o'tkilib kelib vafot bo'lib ketdi. Muhammad Eli Zunun Tashnoi akamizningki tekst ekan bu. Haqiqatan intayin go'zal bir tekstlar silingan, intayin go'zal bo'lgan melodiyalar. Shunday qo'yib. Unda bo'lsa, endi Dilnurning o'rinlagan naqshi bo'lsa, Sanobar Tursun ustozning Badam bilan nomli naqshi. Shunday qo'yib. Unda bo'lsa, endi biz ustozlarning bahasi shundaqlar tavsiyasini olib boqamiz. Qani, Abdullah birinchi ustoz. Mavo ikki saboqdosh nihoyat yaxshi ijro qildi naqshini. Muhammad Tursun Matsilim oldingi qatimda bizning o'ziga ram qilgan. Mushu yigitning, mushu do'stimizning mush yoshdagi ulgu bo'lib, mushu tadillik bilan mush sahnaga kelib musobaqa qatnashma deganning o'zi cho'ng bir g'ayrat, shijoat va bizga berilgan bir ilhom deb tushundik biz ayni vaqtda. Bugun Muhammad Tursun Matsilim bu naqshini nayti o'zining eng yaxshi holatida aytishga tirishdi mencha. Bo'pmi yuqori ovoz qismlarida nayti ravon bo'ldi. Endi Va'dam bilan degan naqshni shu singlimizning naqshisi Sanobar Tursun muallimning bizga shu ustozingiz orqali yod bo'lib ketgan naqshi bo'ldi. Aytib boqmagan bilan anglab yod bo'lib ketgan. Menimcha Dilnurmani yaxshi o'rganibdi. Amalning bericha ustozga yiqilishyotdi, aytayotgan holatida. Ammo har ikkala savodishimiz zo'r tirishchilik ko'rsatdi. Men bugun Muhammad Tursun. Muhammad. Rahmat ustoz. Bunday sabostaz. Sanobar sahnasiga Dilnur Jilni tavsiya qildim. Dilnur Jilni. Rahmat ustoz. Qo'shaq raydin ustoz. Bu yerdan Abdurrahim ustoz deb bo'ldi. Bu ishkumayning sahnadagi bugun kayfiyati nihoyat yaxshi. Muhammad Tursun Naxsonov Abdukim Ro'zi rahmat ism keldi. Ammo Abdukim Ro'zi bugungi shu toza kayfiyat emas. Naqsha texmi jonliq, texmi muqim bo'lish kerak. Lekin nihoyat yaxshi boshliq nuqsonsiz unda o'tlikning kayfiyati sal suvsroq. O'diqdingizmi yo o'diqma? Mayash kelgan o'diqni versiz. O'diqmay paqaqina. Dilnurmi nihoyat yaxshi o'rnda Va'dam bilan mana shuni. Nihoyat undan. Ishqinlardan birini tavsiya qilsam, men Dilnurni tavsiya qilaman. Dilnur. Rahmat ustoz. Sanobar Tursun ustoz, bahayingiz. Ishkilinglar shunaq yaxshi o'rlab berdinglar. Men endi bo'lmadi degan men ko'rmadi, lekin mana ustozlarimiz sizlarga navbat inchki nuqtalarni deb o'tdi. Yana umuman yaxshi o'rinlayotganliginglarni sizlarga ortiqchilikni ustun o'rinda qo'yyotdi. Mana bu shu hozir
Moşu bizning sahna boshlangandan yağı mahirlar asosan o'sha ustozlarning yaxshi bahosiga erishyotdi. Bu har bir mahir uchun bir cho'ng sharafda, cho'ng natija buni o'zi. Endi mo'shu naqshini mo'shu Muhammad Tursun o'rilgan mo'shu vaqtlarning o'zida naqshini bekitayotgan vaqtlarda dal shu yerda Abdukim Ro'zi ustozimiz qaytish bo'lgan kunlar. Shu chog'da men mo'shu Muhammad Tursunga Abdukim Ro'zi ustozimizning mo'shu o'z yorim to'yimlikdir degan naqshini topshirishni o'yladim. Chunki mo'shu sahna orqali yana bir ustozimizni eslab o'tishni loyiq ko'rdim. Bugun Muhammad Tursun bu naqshini haqiqatan bizga shu ustozni boya Abdulla akamiz degan o'xshash yod etkizdi. Ustozimizni doim sevginimiz. O'zimiz jiqtirishdi. Endi kayfiyat masalasiga kelganda Muhammad Tursunning yaqinda dadisi qaytish bo'lib ketgan. Bu qitim endi sahnaga men madad berib, bu endi o'zingiz birdan bir endi ayrilish hammadamga azobli ish. Biroq yana yashash kerak. Shunlashqa Muhammad Tursun yana das o'zining ruhiy kayfiyatini ruslab yashagini nayt yaxshi bo'ldi. Yaxshi o'rinlab berdi. Dilnur Salim izchil men aytayotgan naqshlarni aytdi ekan. Oldin qitimdimi eslarim ota-onamni aytganda, bu qitim yana o'ylab, yana o'zim aytgan naqshidan birini beraychi deb mana va'dam bilan topshirsam, shundoq yaxshi o'rinlab meni dek hayajonlantirdi. Uning ustiga mundaq tirik chalg'ular bilan men birinchi qitim mahallatda anglashim endi. Sahnada anglab abaytin men mushu naqshini mening ishliginimga o'zim ishonmay ketdim zada hayajonlandim. Rahmat ustoz. Muhammad Tursun efendi, siz bir musiqa o'qituvchisi shundaqmi? Undaq bo'lsa shu bolalarni tarbiyalash jihatda, masalan shu sana musiqa tarafdan bilim berish jihatda sizning tutgan shu prinsiplaringizmi o'zgachalikka ega ekan. Masalan, bolalarni qaysi tarafdan bakrak shu yetaklaysiz? Sanat jihatda. Hozir sharoit shundaq yaxshi bo'lib ketdi. Bizning hozir dars kitoblarimizga xalq naqshlari har qaysi yurtlarningku muqomlardan mushtaq o'rin berilgan. Men hamda bizning keyingi avlodlarga shu o'zimizning burunqi ajdodlarimiz qoldirib ketgan miroslarni bir yetkazib qo'yilay deb o'zimning shu aloyidligidan joriy qildirib turib xalq ağanlarını şu yaxşıroq hamda pishiqroq bilaman deb qardim o'zimchanda. Şu taraflarni chiqish qilib turib o'quvchilarni zamonaviy naqshlar qiziqadiganini shu yangiroq. Andan keyin men xalq naqshlariga qiziqadigan o'quvchilarni men shuningga sal bekroq kuchab o'quvchilarga mushaqda bir tarbiyani shu bir mezgilning yanqi sal kuchabroq ib beryapman endi. Demak, shu darsli kitobdan sirt yani o'zingiz shu xalq naqshlari tarafdan, har qaysi uslublar tarafdan shu bolalarga dars berib kelyapsiz. Shunday. Barakalloh, rahmat aka. Xo'sh, Dilnur, o'zingizning ustozning naqshini o'rinlasangiz, oldida o'rinlasangiz jiddiylashamkansiz. Rakshi. O'tgan qitim birinchi qitimliqda men pek jiddiylashgandim. Hozir chiqqan vaqtimda ozroq jiddiylashdim. Men odatda yo'di bilan naqsh etsam qat'iy jiddiylashmaydi. O'zimda yenimda atrofimda jiqli odam bor ekan hisobchi. Quruq musiqalar etsam jiddiylashib o'zim yigona hammadan men qarayotgandek his qildim. Men saniga men ko'nibdim o'tgan qitimninkidan jiddiylashmadim. Muallimning kulkisi bilan menga jon kelib kulib turib tabassum bilan qarab turibdi ekan, men shundoq ruhlanib o'zimcha o'zimni erkin qo'yib aytdim. Rahmat. Kanada qolsa sani Bartursun ustoz eng oxir qaroringizni chiqargan vaqt keldi. Rasmni etsam hammalardan faqat qiyamayapman. Endi keyingi bosqichga ovoz doirasi kengri, ovozi kuchli mana holatdagi naqshchilar o'tmasa, keyingi bosqichda yana shunday musobaqa duch kelamiz. Endi mushu guruhining mahirlar qancha ilgirlab oldiga mangsa, mushu guruhdagi 16 mahirning hammasi tang xo'sh bo'ladi deb o'ylayman.
Şunlaşqa bu qitimqi tanlışımğa meyli Mehmet Tursun, meyli Dilnur her işkelinglar qo'shilsanglar men bek xotirjam bo'ladim qandaq? Qo'shilamiz. Bugungi tanlashda men keyingi qadamga men bilan musobaqaga tayyorlik qiladigan Mahir. Bugungi tanlashda men keyingi qadamga men bilan musobaqaga tayyorlik qiladigan Mahir Muhammad Tursun. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Amaliyotda bugungi bu erishgan natijangiz balkim siz o'ylab baxmagan bo'lishingiz mumkin. Shundaq-ku. Yana bir aytsak, bugun siz bir intayin cho'ng bir g'alaba qozondingiz. Chunki bayatın ustozimiz Sanobar Tursun ustozimiz aytib o'tib ketdi. Men o'zimning shogirdim qilib, o'zimning kaynimdan mangadigan bir varis qilib yetaklab mangman dedi. Xo'sh bo'ldingizmi o'g'lar? Xo'sh bo'ldim. Xo'sh bo'ldingiz. Yurak so'zingiz. Endi yurak so'zim. Men asli güzel ovozda 3 yil tarbiyalangan. Mening alaydikim bo'lsa, ammo bab turdagi naqshlarni aytaman. O'zimning tarbiyalangani güzel ovoz. Men fursat o'zim o'ylagan ham ko'nglimni-chu, kelib qitim fursat bersa, boshqalarning aytganini oldim güzel ovozda. Meningmi shundoq aytgim keldi, meningmi yuqoriga chiqdi ovozim endi. Albatta. Shuna aytgim bor. Misalni bir aytvagan bo'lsam deb 3-bosqichda deb xiyolimda o'ylagan endi. Bu fursatlarni keyincha bo'lib qolar. Shunga sizning shu keyingi bosqichlarga garchi kiramagan bo'lsangiz, ammo bundan keyingi san'at hayotingizda mana sizni qizilmagan, siz o'zingiz his qilmagan taraflarni Sanobar Tursun ustoz qizib chiqdi. Shundaq-ku. Mana bu shunday aloyidliklarni mujassamlagan asosda mayli go'zal ovoz bo'lsin, mayli ommabop uslubda bo'lsin, mayli boshqa uslublarda bo'lsin, sizningki shu san'at hayotingizning texnik dog'dug'liq bo'lishini shundaqla shu sahnalarda har xil o'xshamaydigan uslubdagi naqshlarni ilib kelishingizni hammanglar umid qilamiz. Xudo xolsa, davomli olg'a qarab qo'ying. Qani, ustozlar bilan xo'shlashaylik. Marhamat. Ipak yo'li sahnamizdan mushu bosqichlarga kelishning o'zi g'alaba. Garchi manzillar mushu yerda tamom bo'lsa-mu, bu hargizmi san'at yo'lidagi palla emas. Yanama tirishib, yuksak pallalarda g'alaba sohiblari qatorida o'rin olg'aysiz. Oq tilaklarimiz sizga hamroh bo'lsin. Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni kamera yurishlik aqsil talqini, kamran aqsillik qaymoq choylari, buvoqlar quvvat bo'lmaqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatlik mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang kamera xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Çağ sağlamlaştırış ve perviş qilish sohasida dodillik bilan izlanib, Sarkarda markali yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozorga solayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimizni bo'lsa, Safiya Najva Almas to'y qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Çolpan Yunus bilan Abdusalam Shavkat. Çolpan bilan Abdusalam Shavkat. Men bu Sanobar sahnasiga kirgandan keyin Sanobar ustozim sahnadagi qiyofat ham naqsha o'rinlashdagi mardonlik, shundaqla uslub jihatda shu xalq naqshlarini o'rinlashda kamchiligimni aytib ko'pdi. Shu taraflarda meni atrof tarbiyaladi. Men oblikimning ovoz aloyligi bo'yicha bu yana yeni kuchki ijodiy naqshlarni texmi yaxshi o'rinlash, mushtaq bir alayligini namoyon qilman deb bu qitim men o'zim muzikasini ishlagan yosh shoirimiz Abduvali Abdushukur tekstini yozgan naqshlarim hadiya bo'lsin degan bir ijodiy naqshini men Abdusalamning
o'rinlab xalqqa bir namoyon qilishi uchun Abdusalomga o'rgatdim. Men bu guruhga tanlangandan keyin sanadar ustozim bilan birlikda oldingi qaroqchisamda shu yuzidagi kamchilik nuqsonlarni ustozim bilan birlikda intayin yaxshi bartaraf qilib oldim. Hamda intayin jiqilgan tarbiya hamda ajrlansin dedi. Cho'lpon o'zi ovoz ilmi jihatda noita uzun tarbiyalangan, naqsh o'rlash jihatda jiq tajribalik. Mening bu qitimliq aylanmada o'rinlamoqchi bo'lgan naqsham marhum Rabiya opayning ko'rkam Tangri tog'lari degan naqsh. Endi biz sahnaga chiqmoqchi, Abdusalom g'ayrat qiling. Cho'lponada har ikki bizni anadan bo'lsin. Bu ikki moyirimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman. Köklem bağrıdım köşmez, köklem bağrıdım köşmez.
Nakşilerim hediye olsun, yaxşılarga hediye olsun. Nakşilerim hediye olsun, yaxşılarga hediye olsun. Zakıtı var tebessümüm, hulkun güzel sayep olsun. Zakıtı var tebessümüm, hulkun güzel sayep olsun. Gaflet yeme, nadamet yeme, külfet yeme, muhabbet yeme. Gaflet yeme, nadamet yeme, külfet yeme, muşakkat yeme. İbret nime, muhabbet nime, bir tamçı der kifaye bulsun. İbret nime, muhabbet nime, bir tamçı der kifaye bulsun. Görkem bulsun kalbin bağladek, belden bulsun kalbin tağladek. Görkem bulsun kalbin bağladek, belden bulsun kalbin tağladek. Külken bulsun yürük tağladek, ecrin elge nişane bulsun. Külken bulsun yürük tağladek, ecrin elge nişane bulsun. Nakşilerim hediye bulsun, yaşlılarına hediye bulsun. Hoş ekran aldıkka qadrli ko'rmanlar, mana ishki mahirimizmi o'zlarining naqshlarini o'rindab bo'ldi. Cho'lpon xonimning o'rinlagan naqshi bo'lsa hammalarga tanishib bo'lgan Robiya Muhammad ustozning Ko'rkam Tang'irtog'lari nomli naqsha. Shundoq-ku. Endi Abdusalomjonning o'rinlagan naqshi bo'lsa ustozimiz Sanubar Tursun ustozning naqshlarim hadiya bo'lsin nomli naqsha. Shundoq-ku. Undaq bo'lsa endi biz ustozlarning bahasi shundaqla tavsiyasini olib boqandik. Qanday bo'lsa Nurnisa ustoz. Abdusalom Shavkat bo'lsa naqshlarim hadiya bo'lsin nomli bu naqshni nayt ehtiyot bilan siliq, rahat, shunda aram baxsh ashundaq bir aytib berdi. Jiq ajr qilibsiz sizga. Cho'lpon men yaxshi ko'radigan tipdagi ovozni yetildirib qo'yibdi. Chunki o'zida bor bo'lgan tabiiy ovozi bilan go'zal ovozni nayt yaxshi yug'urib o'ziga birlashtirib olibdi. Bu hech kimning quliqiga chaqadigan yoki bo'lmasa bearam qiladigan
manda ovoz emas. Mushu ovozingizni mangu saqlab qolsangiz deb o'ylayman. Mushu ovozni, mushu ovoz uslubingizni, ha? Men yaxshi ko'rdim. Shu meningki tavsiyam Cho'lpon Yunus. Rahmat ustoz. Abdulla birinchi ustoz. Shundaqkan Cho'lpon, mushu naqshiga xeli pishishkansiz o'zingizmi? Ha. Qanchalik bo'ldi aytqili? Men kichigimdan boshlab shunday yaxshi ko'ratdim bu naqshini. Mening mushu orzuyim mushu marhum Rabiya opaning bir asosli darsini aytmoqim yo'q, lekin kichigimdan radioda anglab o'rganganda ma'lumki mush qatim mush naqshini bir o'rinlab olsam bak yaxshi ko'ratdim desam ma'qul deb ma'lum texmo puroqlarini to'liqlab berdi. Shunda hayajonlandim, tas qoldim. Portlab chiqib Bu bizmi o'quvchilarimizga deymiz davomlicha, shu bir naqshiga bu savodashlar jiq mashq qilsak, o'zimizga puxta bo'lsa, sahnaga chiqqan kayfiyatimizmi, hatto menishimizmi, har bir harakatimizda chiqadi. Bu naqshiga bizning puxta ekanligimizchi o'tag'inlar biladi buni. Ko'zimizdan chiqadi hatto. Sizmi bu naqshiga puxta ekansiz, hali omdan o'zingizni ifodaladingiz, ovozlar emas. Bu naqshining nima demoqchi bo'lganligini to'liq ifodalayapsiz. Rahmat. Undan endi Abdusalom biroz milliy aloyidligi kuchliroq, xosligi ko'proq dedi naqshisidan birini aytdi. Bu ijodiy ohangmi seni bir? O'zingizningmi? Ha. Edi ijodiy ohanglardan mi endi? Yaxshi aytdi bu bolamizmi? Menmi birini tavsiya qilay. Bir-biridan kelishmaydigan bolalarni javobsiz Sanobar muallim. Abdusalom Shavkat. Abdusalom Shavkat. Rahmat ustoz. Teşekkür ustoz. Ha, bu ishqimayir o'xshamagan uslubda kichkina naqshni o'rladi. Abdusalom Shavkatning o'rlashi naqshlar madhiya bo'lsin, Sanobar ustoz aytgan. Bu naqshning bu melodiyasi chiroyli. Talab yuqori bu naqsh uchun o'rlashga. Hissiyat, biroq hammasi joyi kamshimadi. Na ditlab eplab bu naqshni g'albilik tugib oldingmi aytdi. Yaxshi. Ammo Cho'lponga kelsak, Cho'lpon pishqan bir naqsh ekan. San'atkor ekan bu, butun vujudi harakat, ko'rkam taqir-taqmandaq harakat qilganini ko'rmabdikaman men. Bugun tasqildi o'rin o yerda o'tirgan. Men tavsiya qildim Cho'lpon. Rahmat ustoz. Xo'sh, Sanobar Tursun ustoz, avval bahoyingiz. Ikkili mahir degan naqshni butun vujudi bilan yaxshi o'rinlashga tirishdi, ham yaxshi o'rinlab berdi. Boyatin Nurnisaning Ablakamning bahasidan bu Cho'lponning endi naqsh etishda men Cho'lponga deganim bütün ovozdagi mushu ilmiy texnikalarni jiq egallaganka Cho'lponchi. Men endi bu Cho'lponni ashu texnikani endi mushu gap qilayotgan ovozimizga ishiltib naqsh etib baqsangiz deb mush tarafdanrak bir tushuncha bergan, o'zining qabul qilish, his qilishi ishtikkanchu tezkan. Odamning degan narsani degan tuyg'uni his qilib oldi ekan o'zi. Shuningdan mana bugun chiqib turibdi Cho'lpon haqiqatan mana boshqa bu ko'rkam tangirtoqlarni aytganlar o'xshamaydigan holatda men Cho'lponman degandek o'zining ovozining tusini chiqirib berdi. Bundan keyingi tirishchanligi bilan texmi bu mukammallashishga ko'zim yetadi. Abdusalom o'zi bek tirishchan, astoydil. Bu naqshining tekstini Abduvali Abdushukur yosh shoir inimiz bor. Abduvali Abdushukurning teksti. Bu tekstning ilhom bilan shu ohangni chiqqan. Abdusalom bu naqshini haqiqatan tunji bo'lib mana ekranda bugun xalq bilan tomoshabin bilan bu bir yangi ijodiy naqsha yuz ko'rishdi. Bundan men shunda xush bo'ldim. Demak, endi Sanobar Tursun ustoz hozir eng oxirgi qarorini chiqarmay sal ishkilib qoldi, shundaqmi? Undaq bo'lsa, sizlardan so'rab baqsam, agar mushu qitimliq, mushu bosqichda sizlar shallanib ketib qolsanglar, shaymoninglar bormi? Cho'lpon xonim. Musobaqaning natijasi men uchun qanchalik muhim emas. Menga muhimi mush sahnada turgan har bir sekund, har bir minut vaqtim.
Rahmat, intayin yaxshi gapim bir bo'ldi. Xo'sh, assalom efendi. Endi men o'zimning qarshimni aytsam, men bu sanobar sayingizni tanlagandan keyin ustozimning naqshiyatiki, hamda kasbiy jihatiki foydali taraflar bizga ta'sir qilib qolmay, balki odamgarchilik hamda izil axloqiy fazilat jihatdan bizga bak cho'ng ta'sir ko'rsatadi deb qarayman. Masalan, bizning bu guruhdagi 16miz hargiz bir-birimiz bilan tushirgan raqib yuzsiz emas. Haqiqiy masalan oila deymiz. Masalan, cho'lpon odam bilan oqshom biz 2 soat mashq qildik. Mashq qildi meni ovoz jihatda. Asli to'g'ri aytsak, bizga dars bermas kerak. Endi bilib mashq qilsak bo'ldi, lekin dars berish u nimadan deb raqib bo'lgandan keyin. Shunchalik o'zimning hadisidek, men o'zimning izidek yaxshi chiqish bilan ketdik. Uningki mening eng bir cho'ng xo'shalligim bo'lsa, bu qitimqi sakinda men ustozimning ajr mevalaridan bo'lgan, eng yangi bo'lgan bir naqshlari hadiya bo'lsin deymizki, ijariyatni aytib oldim. Men to'liq baxtli his qilaman. Rahmat ustoz sizga. Rahmat. Unda bo'lsa, seni bertirsin ustoz. Eng oxirgi qaroringizni jakarlaydigan vaqt kelib qoldi. Endi mening keyingi bosqichda men bilan birga mangdigan mahirim. Endi mening keyingi bosqichda men bilan birga mangdigan mahirim Cho'lpon. Boyatli mush rahmat so'zlaringizni aytdingiz. O'zingizning naqadar baxtli ekanligingizni hammalarga aytib o'tdingiz. Shunda qo'l. Undan boshqa yana aytadigan rahmat so'zlaringiz, shundaqla yurak so'zlaringiz bormi? Masalan, sanobar adam bizning ustozimiz bo'lib qolmay, bizning g'o'zi deyardim. Faxrimiz. Mening maqsadim bu sahnaga chiqib natijaga erishish emas. Men bundan burun hech qanday ovoz tarbiyasi hamda bu ijodiyatdagi tarbiya ipaqmagan. Shuning uchun men umid qilganim bo'lsam, sanobar adamimizning bundagi meni yana yetaklab, yaxshi va ijodiyatlar bilan yaxshi bir naqsh chiqib chiqsa degan umiddaman. Ana shu umidlaringizga to'liq yetishingizga tilakdoshmiz. Qani unda qolsa ustozlar bilan bir xo'shlashib olamiz. Qani, marhamat. To'g'ri maqsad hargizmi uzluksiz erishgan natijalarimiz emas. Tanlovlar davomida erishgan mehr-muhabbat, do'stlik mehri, ustoz-shogirdlik mehri ham biz kutgan eng oliy natijadir. Xayr, bundan keyingi yo'llarimiz ochiq bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Sanobar sahnasining 2-bosqichi. Endi sahnamizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Nurbiya Erkin bilan Rayhongul Davud. Rayhongul bilan Nurbiya. Bu ikkili mahirimiz Aqsu viloyatlik Tarim Naqsul o'mbigining san'atchilari. Men Sanobar sahnasiga kirgandan keyin naqshiga bo'lgan tushuncham texnik cho'nqirlashdi. Sanobar ustoz menga bir naqshini yaxshi o'qish uchun cho'qim qattiq yumshoq naqsh o'qishdiki, qattiq yumshoqlikqa diqqat qilish, ya'ni naqsh tekstini cho'qim yaxshi tushunish, ham urg'uga diqqat qilish qatorliq nurg'un jihatlarga menga yaxshi bilimlarga ega qildi. Endi mahirimiz Nurbiya bo'lsa, u o'zi ham bir tarafdan ravobchilik naqsh o'rinlaydigan qo'sh alaylikdagi bir naqshchi. Men Sanobar sahnasiga kirgandan buyon Sanobar ma'lum menga az bo'lmagan kuch chiqadi. Sanobar ma'lum naqshlarda qanday fraksiyalarni elish, qattiq yumshoqlikqa qanday diqqat qilish jihatda menga ko'p dars berdi. Rayhongulmi bu tarafdagi mashqlarni nihoyat joyida o'rinlab, to'liq tayyorlik bilan keldi. Men bu qatim nihoyat puxta tayyorlik bilan keldim. Musab bo'lgan tayyorligimni yaxshi deb o'ylayman. Nurbiya sog'lam sizga omad tilayman. Rayhongul ada sizga zo'r istiqbollarni va omad tilayman. O'zimni cho'qim sirtman. Bu ikki mayirimga bu qatimqi sahnada yaxshi istiqbollarni tilayman. Yaşayan
Unda qolsa endi biz ustozlarning bahosini, shundaqla tavsiyasini olib qo'yaylik, ya. Qani, dilshatiraylik ustoz. Nurbiyan o'rinlig'ini pak yasha. Ishi va puroqlarni bak yaxshi egallabsiz. Nurbiya. Ya qonqitadigan yerlar bor-ku. Ashalarin zoti shunchalik nefti. Ovoz sal ojizroq, iniqroq chiqmaydi-ku. Texmo to'qaroq chiqsa, sal ovoz, sal to'qaroq chiqmasa qonqitadigan yerlar texmo menimcha yaxshi chiqdi. Unda aytdingiz. Endi ma Rayangulga kelsak, bu qiz nayt yaxshi. O'sha raul saviyada aytdingiz bu naqshni. Naqshimi bak chiroyli. Sen hissiyatlaringiz bu naqshni nayt to'liq mukammal o'rildingiz. Endi yana mush ovoz chiqarishda ko'proq izlaning. Azizlar nuqson bor. Lekin asosiyat naqshni yaxshi aytdingiz. Men seni birga Rayangulni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Bir inson ustoz. Bu ikkisi o'z oldiga xos bir uslubni yaratish uchun tayyorlik qilayotganlar ekan. Shuning uchun sizlarningki davomli shu sanobar sahnasida o'zinglarga tushliq bir talantinglarni namoyon qilib, texmi tirishinglarni chin ko'nglimdan umid qilib, men bugun Nurbiyani tavsiya qilaman. Rahmat. Abdullah birinchi ustoz. Nurbiya qizimizmi shu butun vujudi bilan aytdi deb o'yladim men mishada shunda faraz qilib o'tdim. Bu 8da 7 udarliq naqshga burunmi shunda udarliq naqsh aytganmi? Ha, aytgan. Burundan tortib boshda ko'nga o'xshaydi. Bu butun badanida udar urdi ekan. Seni chiqqanda mushtaq chiqqan. Oyog'ida shunda to'xtadi. Butun badaningizdan aytdingiz qizim, rahmat. Intayin yaxshi bo'ldi. Bak astoydil o'rganibsiz bu naqshni. Ovozingizmi yaxshi-ku sizningmi? Rayangul oldingi qatimdilar mushda bundan kuchli bir naqshni aytganligini ifodasini bildirib bo'lgan bu qiz-ku. Shu vaqtim ras tas naqsh tanlabsiz. Buni bizga buni unda naqsh aytolmaymiz hamda. Ammo buningga nafas mushu o'pka qo'saq deymiz-ku biz qora tilimizda. Bu xili mashq qilmasa chatoq chiqadi. Biz shu sakratma ovozdan keyin ulab aytadigan ovozga tushgan vaqtida kuch tugaydigan narsa. Bizma o'quvchilarimizga da'vatlan gap naqshida mushu qo'saqning o'pkining nafasning kuchi deb so'zlaymiz ham. Mushu qizning aytgan naqshida bu eng bak ishlaydigan narsa. Shu bu qizning g'ayratiga barakalloh. Men o qizimning naqshiga bak amroq bo'ldim. Ammo bugun ma qizimizni tavsiya qilsam bo'lmaydi. Rayangulni. Rahmat ustoz. Sana barcha ustoz. Bahoringiz. Rayhangul bilan Nurbiya har ikkisi Aqsu viloyatlik Tarim naqsh san'at emigining Nurbiya muzikant, ravobchi. Ravobchimi? Abayda shu qandaq tutqinish ravobchi yerga. Buvam shunda tutqanda qo'li. Voy qizim. Rayhangul kasbi naqshchisi. Bu ikkilisi o'xshamaydigan ikki uslubdagi naqsha. Ammo bu naqsha ikkilisi yana murakkablik darajasi ovozlar tarafdan xeyli qiyinligi bor. Har ikkisi lekin bek yaxshi o'rinlab berdi. Undaq bo'lsa, endi bugungi mushu musobaqamizda mushu raqobatinglarda agar Nurbiya siz shollanib ketib qolsangiz, pushaymoningiz bormi? Pushaymonim yo'q. Chunki sanobar muallim ham mening muallimim ham ustozim ham mening mangulik adam deb qarayman. Qaraysiz, shunday qilib pushaymoningiz yo'q. Undaq bo'lsa, Rayangul, sizchi? Agar men shollanib ketib qolsam, endi bu musobaqa deganda tanlash, shollanish bo'lib turdi. Men faqat tanlansam-kan degan umidda emas, o'zimni bir chayniqtirish maqsadida bu programmaga qatnashdim. Ikkimizdan qaysimiz tanlansak o'xshashlik xo'sh bo'laman. Xo'sh bo'lsiz, shundaqmi? Xo'sh. Ustoz, eng oxirgi qaroringizni chiqaradigan payt keldi. Men gapni sig'inchoqlab, endi keyingi qarorda men bilan shu men gapni sig'inchoqlab, endi keyingi qarorda men bilan shu her ikki mayırning billa mengishini umid qilaman. Voh, muborak.
Albatta, 3-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamran yurishlik aqsil talqini, Kamran aqsillik qaymoq chaylari, buvoqlar quvvat bo'lmaqi, buvoqlar zaksi qatorliq sifatli mahsulotlarni ishlab chiqarib, xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran xalqaro savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 2-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Çağ sağlamlaştırış ve perbiş qilish sohasida dadillik bilan izlanib, Sarkarda markalik yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan Xinjiang Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 3-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz yanfonchilik sohasida aqli iqtidorli yanfonlarni bozorga solayotgan boshlamchi korxona Xinjiang Qutlan xalqaro savdo cheklik shirkati Qutlan yanfonchiligi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markalik avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Safiya Najva Almas To'y qatorliq yurishlik mahsulotlarni bozorga solgan, shundaqla xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Safiya xalqaro savdo cheklik shirkati 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, endi saknimizda raqobatlashadigan mahirlarimiz bo'lsa, Mahmudjon Imin bilan Zulfiqar Muhammad. Mahirlarimizdan Zulfiqar bilan Mahmudjon. Men sanovar guruhiga kirgandan keyin, garchi mening naqsh etish uslubim go'zal ovoz uslubi bo'lsa-mu, ustozimiz menga asar analiz jihatdan naqshlarning tekstini qanday aniq etish jihatdan nurg'ulgan bilimlarni ko'rsatdi, o'rgatdi. Mahmudjon Aqsu viloyatlik Tarim Naqshsul san'at o'migining ham musikanti, asosiy g'ijak chaladi, ham naqshchisi. Bu ikkala mahirimiz ham naqsh etish jihatlarda sahnaga ko'p chiqqan naqshchilar. Men bu guruhga kirgandan keyin san'atlar ustozining yetakchiligida az bo'lmagan bilimlarga erishdim. Naqshidagi Şive Purak, tekstik urg'u, qatorliq taraflardan yaxshi bilimlarni oldim. Zulfiqar o'zining ovoz aloyligini to'liq bir joriy qildirish mushtaq maqsadda men Zulfiqarga bo'qitim go'zal ovozda aytilgan Italiyaning Mening quyoshim degan naqshini o'rinlashni buyurdim. Raqobatchim Mahmudjon akamiz Aqsu viloyati Tarim o'migining g'ijekchisi, o'zi nihoyat pishqon, yaxshi san'atkorimiz, ustozimiz desak bo'ladi. Mahmudjon aka, sahnada ko'rishaylik, g'ayrat qilamiz. Enim sizmi g'ayrat qiling, biz sahnada ko'rishaylik. Bu ikki mayirimga bu qitimqi sahnada yaxshi utuqlarni tilayman.
serena dopo una tempesta, per l'aria fresca pareggia la pesca, che bella cosa una giornata e sole, mannato sole, che bello in oh sole mio, stai in fronte a te. Sta in fronte a te. Quando fa notte o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia, sotto a feresta togliere staria, quando fa notte o sole se ne scende, mannato sole, che bello in oh sole mio, stai in fronte a te. Oh sole mio, stai in fronte a te. Stai in fronte a te. Ekaldiki qadrli ko'rmanlar, Sanobar sahnasining eng oxirgi ikki mohirimi o'zlarining naqshlarini aytib oldi. Unda bo'lsa, endi biz ustozlarning bahosi, shundaqla tavsiyasini olib boqaylik. Oldi bilan Abdullah Abdurrahim ustoz. Bayqi biz uchun aytib bergan jonim kelgin degan naqsha o'zinglar bilasizlar, bu intayin bizningki ustozlarimiz aytgan naqsha. Bir oz qiyinroq. Bunimi yaxshi aytib berdi, angladik. Ammo mush naqshni ko'p odamning aytganini anglamaganman. Ustozlarimizningini anglab ekanman. Ro'zgamnikini anglagan oxirida. Ro'z Abduvali akaning. Ma inimninki bu naqshini angladik. Va hamma odam biladigan aytammisimi? Biladigan naqsh. Ammo bu o'quvchimiz aytgan jonim kelgan naqsha bizga ko'na ustozlarimizdan mushu cho'nroq naqshchilar, xalq naqshlari aytadigan bolalar ko'proq biladi. Ammo mutlaq ko'p sonli odamlar mushu og'larni bilmaydi. Hatto anglab boqmagan bo'lishi mumkin. Buni bugungi sahnada mushu o'quvchilarimiz tarafidan ijro bo'lgani bizga yana bir umid bag'ishlaydi. To'g'rimi? Sanobar muallim? To'g'ri. Mening qo'yashim degan naqsha, bay degandek, hammamiz aytammisaqmi biladigan, cho'ng'idan tortib kichigigacha biladigan bu xalqarалық naqsha bu. To'g'ri. Hamma davlatda aytiladigan, pasportni bek hamma yerga ishlaydigan naqsha. Bugun mau inimmo yaxshi aytdi. Mavkamdimi? Umid bor. Meni tavsiyam mushu yigit. Zulfiqar. Rahmat ustoz. Bir hisobot ustoz. Mening tavsiyalarim Zulfiqar. Rahmat ustoz. Teşekkür ustoz. Bu ikki moyirimiz birisi Yevropa uslub naqshati, birisi xalq naqshi. Ma jonim kelgan degan bu naqshni bayatın Abdullah Abdurrahim aytdi. Ro'za Abduvali aytgan, undan boshqa biz Abdurrahman kam aytgan, ha? Abdurrahimning balkim olgan bo'lishinglar mumkin, bu odam shopur. İlida endi il xalq naqshisining
Bizning eng cho'ng ustozimiz bütün il naqshlarning hammani shu o'lchamlik to'shqisiga tushirib o'rlagan shu odamni yetqilmamıştım. Yaxshi aytdingiz. Biroq she'rlarni aytib mukammal. Endi sizning raqibingiz va sani hamrohingiz Zulfiqor aka Ushkanlarni qilayotgan ishi faqat o'xshamaydi. Yalmiz naqsh o'g'rilar Zulfiqor mana mening qo'yashimni aytadi. Bu odatli naqsh aytgandek aytdi. Shunday yenik. Mana shundan nima qilib, mushu naqsh uslubimizni aytib yaxshi. Shuning eng kaniki Solfrion teatr Solfrion dügülek tikere Solfrion Madem dügülek ilgisi çıkış gerek. Sel yapılak çıkmalı da şu. Cumaşı kavginiz de. Mağdur oldu. Aşı en ahıra ilgisi az benim avazım taz yakışımız. İlgisi avaz tohum tikilek olganda dügülek ilgisi çıkış gerek. Sel yapılak çıkmalı. Kavayalar asasiyatın hissiyat demez o da hemmesin toluk yaxshi etdingiz. Mana xo. Rahmat. Sen o'berga men shu Zulfiqorni tavsiya qilaman. Rahmat. Sana bir ustoz bahoyingiz. Ikki bayramda o'xshamagan uslubdagi naqshni o'zining mushu sahnaga tayyorlab kelgan naqshlarni yaxshi tamomladi. Mamchaka, siz o'zingiz kasbiy bir naqshchi, shundaqmi? Shu sahnalarda naqshlarni o'rindab kelyapsiz. Unda qolsa bugungi mushu sahnada sizning o'rinlagan naqshingiz o'zingiz ko'zlagan shu nishonga yetdimi? Men maxsus kasbiy naqshchi emas. Mening kasbim muzika. Muzika. Sahnada hamda naqshim aytaman, hamda ovoz olaligim bo'lgandan keyin, naqshi bo'lib qo'yish, naqshim aytaman. O'qigan rasmiy kasbim muzika. O'zim yaxshi ko'rgan, o'zimning ovoz yaxshi tushadigan naqshlarni tanlab aytaman. Qaysi naqshni eshitib undan ishdan bundan kishidan aytib qo'ydirishim yo'q. Bir narsani tutaman, mukammal o'rganishni qilaman. Bir odamni olib aytishim, hali yaxshi aytdi, yomon emas bo'ldi degandek holatni shakllantirdim. Ham bugunmi menimcha hali yaxshi ijro qildim deb o'yladim o'zimcha. Hamda men muzikantlarimizmi nihoyat yaxshi chapadi. Shu naqshiga tankash qilatayim. Shu Oqsudan muzikantlar xizmatdoshlarim keldi. Shularga ko'p rahmat aytaman. Mayli men shallanib ketay, mayli tanlanay. Baribir bu sahnada bu naqshamni yaxshi ijro qilib qo'yganimga men xo'sh. Rahmat Mamchakandi. Rahmat. Zulfiqor, mushu siz o'rinlagan mening quyoshim nomli naqshiningki mushu azroq bir tushuncha beramsiz, masalan, bu naqsha qachon tarqatilgan degandek. Buni tushunchangiz bormi? Bu naqsha 1898-yili Italiya tilida yozilgan. Pavarodininki vakil xarakterlik naqshalarning biri. Shundoq Italiya tilidagi naqsha. Unda qolsa endi sen o'bar tursin ustoz, eng oxirgi qaroringizni anglaylik. Meningki eng oxirgi qarorim Zulfiqor Muhammad. Men bu programmaga qatnashgandan buyon Sanvar muallimningki ko'rib saqlandim. Bu bizning saboqdoshlarimiz bilan bo'lgan ittifoqimiz, o'zaro do'stlashishimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Muallimdimmi naqsh aytish jihatdagi Quroq shiva, urg'u jihatlardan hali jiq bilimlarni o'rgandik. Bu musobiq degan ashtoq gap. Men tushib ketmasam, yana bir tushib ketadi, yana bir tushmas, men tushmayman degandeklar. Buning amali yo'q. Bu son degan cheklik. Men bunga o'kinib ketmayman. Oxirida meni o'sha qo'llab evatgan xizmatdoshlarimga, oilamdagilarga, meni qo'llagan do'st birodarlarimga ko'p rahmat aytaman. Eng oxirida muallimning tinining salomat ishlarining texmi qutlug', kasbining texmi yuksalishini umid qilaman. Rahmat. Ana shu güzel tilaklarni sizga nima qilib, qanday qilsa, ustoz bilan qo'shilish olasiz. Marhamat.
san'at ishqi çok rayhon misol. Gerçi visal yollarida ochiq hasratlar yutsaqmi, ammo visal sharobiga eg'iz tegmay bo'lmaydi. Gerçi sahnimizda xo'shlashishga majbur bo'lsaqmi, ovozingizni, naqshingizni yoqtirdi. Keyingi san'at yo'llaringizda umid, ishonch birla g'alaba manzillariga yetkazasiz. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar, 3-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining 2-chi bosqichi bo'lgan sinaq bosqichi mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi bosqichda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadası, sevginin yok çehresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin